rahmat. Ukajonim, bismillahirrohmanirrohim. Eman Riverside sotuv bo'limi. Qani kiringchi. Nima bo'pti bu yerda? Shunaqa uslubiy qilib berishadi. O'zing, voy. Yopiq ekan. Shapaloqlar bo'lsin. Telefon qilamiz. Qani nima deyapti buni o'zi? Riverside 777 509 Bolalar hozir hayit namozi ertaga xudo xolasa bozor qilgan chiqib ketishibdi uyga-da. Hozir men shunday mana shu qurilish ichiga kiring. Nima bo'lyapti bu qurilish ichida? Hurmatli obunachilar, qaranglar, bu qurilish Duboviyda qurilyapti. Shunday suvni bo'ydi. Ramazon hayit munosabati bilan doda aksiya qilishayotgan ekan, boshlang'ich to'lovsiz uylar berishayotgan ekan va уже uylar bitganda, mana hozir ichiga kiramiz. Mana ham taxrani bor ekan. Qani kiringchi nima bo'ladi? Mana shundan sekin kiramiz. Endi aka adashib katta bo'ladi-da odam. Shep, joningiz sog' bo'lsin. Ketdi eman orqada ekan, ukajoqlar. Nagligimizda ko'rdingmi? Bezrayib kirib voy, tavba qildim. Bundan keyingisi deyapti. Shoshmaylik mana hatto. Boyagi joydan kiraylikchi nima bo'lar ekan? Nima bo'lsa bo'lar. Ertaga bugun Eman Residence reklama qilmasam bo'lmas. Tanam pam pam. Mana suvni bo'yi bilan yurasiz-da, to'g'ri mana. Suvni bo'yini qaranglar, hurmatli obunachilar. Uyim bo'lsa, mana shunaqa suvni bo'yida bo'lsa, mazza-da. Suvni bo'yida chiroyli uy qurilayotgan ekan. Boshlang'ich to'lovsiz. Eng kichkinasini necha kvadrat dedi? 29 kvadrat dedi. Eng kattasini 61 kvadrat dedi. Bo'ldi, aka, mana bu suvni bo'yi bilan kirib kelinlar ekan-da. Bo'ldi, Ziloniy mana metroning labida ekan, mana chapga kiryapmiz. Bo'ldi, mana shu uje bilsa kerak, mana ichkarida konteynerlar turibdi. Anvar aka точно shu yerdalar endi xudo xolasa. Otlari nima? Bo'ldi, aka, mana men kirdim, menga maskani bersin, bitta aylanib chiqishib. Yozib yuborasiz mana uni. Kvadrat metrlarni yozib yuboring. Bir xona necha kvadrat, ikki xona necha kvadrat, uch xona necha kvadrat. Har bitta o'sha bir xonali kvartiralarni uslovasini yozib yuboring. Okey, mana boshlang'ich to'lov necha pul, necha oy, necha puldan to'laydi. Okey, menga ssenariy kerak emas, menga shunda ma'lumot kerak. Okey, ssenariyni уже mana bo'lib yotibdi, okey, ssenariy уже. Okey, mana buni qarang, qurilganini. Mana bu turgan 9 etajli уже почти bitib qoldi. Shunda bu yil topshirasizlar buni, okey. Patkulish remonti bilan topshirasizlar. Boshlang'ich to'lovi necha oyga bo'lib beryapsizlar, okey? 23 necha qavat bo'ladi bu binolar? 16 qavatli binolar bo'ladi. Gap yo'q, okey? Ikkita bino bo'lyaptimi shunda sizlarniki? 4 ta blok tushgan, gap bo'lishi mumkin. 14 etaj ko'tarildi, gap yo'q. Bo'ldi, aka, xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizumsiz? Sog'larsiz? Aka, bitta kaskizdan bering. Chiroyli kaskizdan bering. Bezapasniy bo'lib aylanib chiqinglar. Rahbariyat bilan gaplashamiz. Mana hozir 90. Sizga qalay? Inoyat aka sizmisiz? Ha, Inoyat aka ish kerak dedi. Shuni chaqirib olamisizmi akamni? Taniysizmi? Uy masalasi endi obunachilarga hayitga xudo xolisa ozgina chiroyli aksiyalar qilayotgan ekansizlar. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar. Elman mash ot ismi chiqyapti-da. Eman Resi. Aka, assalomu alaykum. Qurilish oti nima edi? Eman Residentmidi? Eman Resident. Ha, Eman Resident ismida, aka, nima edi? Qani hurmatli obunachilar, yarashdimi, yarashmadimi? Shuni yozib olinglar, qani bitta. Mana sal kengaytirib olamiz. Hozir tayyor bo'lgan xonadonlar ham bor ekan, o'shani ham syomkasini olib chiqamiz. Aka, qarashib olasizmi? Aka, biz xizmatchiga hozir siz aylantirib chiqadi. Bo'ldi, yes, kelishdi. Mahallamiz shu yerda ekan. O'y, menga qaranglar. Shunday yashnabotda, Lisinovda, hurmatli obunachilar, bitta narsa aytaman, Duboviy suvni bo'yida ana shunaqa chiroyli qurilyapti. Qaranglar. Boshlang'ich to'lovsiz, ta'mirlangan xonadonlar. Mazza qilasizlar, okalar. Ishoninglar, mana yana qilishyapti. Alo, Labi aka, 91lik. Ana metro, o'na metro, o'na o'tib ketyapti metro. Mana metroni shunday labida ekan, bor gap bo'lishi mumkin emas. Aka, telefon qilishim shartmikin? O'zi ben kirib aylanib yuribman u obyektda. Katta prorabga mana eshik tegi turibman, hamma bilib kelganimni, syomkalar qilib yuribman. Kaskada yuribman, okey, boshimga g'isht tushsa ham, beton tushsa ham hech bola bo'lmaydi. Operatorimga ham kiydirib qo'ydim даже. Brat, okey, mana shu uylaringizni hammasini sotib qo'ysam, xudo xolisa. Nima berasiz? Mana gelik-peylik olib berasizmi, okey? Ana metro, hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Shuni metroni labida bolalar mazza qilib o'qishga qatnab yuradi. Ishoninglar, bunaqasi bo'lmagan. Bor, vodiylar aka xollagan doda variantlar aytib qo'y. Shuni mashdan ikki xonalini olasiz, soqqani qilib yurasiz. Okey, yana bitta narsa aytaman, arendaga uy olgandan ko'ra mashina olgan yaxshi. Tayyor remontli xonadonlar ekan. Alo, okey, syomka bu. Qaysi? Xo'p, agar siz qarang, okey, agar siz naqd oladigan bo'lsangiz, sizga 17% chegirma qilib berar ekanlar.
xohlasanglar boshlang'ich to'lovsiz olsanglar ham bo'lar ekan. Bu yil topshiriladi mana. Bu yil tayyor binolar. Yo'q narsaga pul to'lagandan ko'ra bor narsaga pul to'langlar. Alo. Aka, informatsiyalarni jo'nating, men o'zim aylanib chiqaman shekilli bo'pti. Hech kim chiqmadi lekin. Bo'ldi. BMW qani o'vanta turibdimi? BMW bo'ldi. Mashina turibdi. Bo'ldi. Assalomu alaykum dodi. Yaxshimisiz? Sizning hayitlaringiz bilan kelayotgan. Zo'rmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Alhamdulillah, zo'r. Assalomu alaykum dodi, yaxshimisiz? Shularni olib boring. Unday ko'rsating. Dodi, aka baquvvatmish qilib. Luboy qiziq validizilni qildik. Ispitani qildik. Ispitanidan o'tdimi? Yashang, hayitlaringiz bilan kelayotgan. Aka, remontli xonadonlaringiz bormi? Bitta ko'rsating dodi. Bitta ko'rsating, bizning obunachilarimiz ko'rsin. Boshlang'ich to'lovsiz. Aksiyalar bo'layotgan ekan. 17% chegirmalar. Xo'p, naqd pul to'lasa 17% chegirma. Bir xonali uyli 29 kvadratdan 61 kvadratgacha 3 xonagacha bor ekan. Gap yo'q. Bu yil topshirasizlarmi dodi? Gap yo'q. Dodan bezapasimiz o'zi bezapasiz boshlig'i o'zlari bo'ladi-la. Oka? Mana shu xonadonlarni mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Mana polniy zeleniy zona bo'ladi. Mashina kirmaydimi devorga? Mashina devorga umuman kirmaydi. Liftlari zo'r. Xo'p. Kam! Tepada bor? Bor. Mana hurmatli obunachilar, 16 etajli krasavchik xonadonlarimizning eng kichkinasi 29 kvadrat, eng kattasi 61 kvadrat. Xo'p, men bitta yana bizga SMSlar kelyapti har xil. Xo'p, qaranglar, bir xonali uylar 30 kvadratdan 35 kvadratgacha, ikki xonali 42,5 dan 59 u 20 kvadratgacha. Xo'p, 3 xonali 61 u 60. Studiya variant 3 xonali xonadonlar. Topshirish muddati 2026-yil 4-chorakda topshirishar ekan. Hurmatli obunachilar, boshlang'ich to'lov. Agar sizlar naqd pul berib oladigan bo'lsanglar, sizlarga 17% chegirma bo'lar ekan. Mana shu videoga nastroy uchun bitta like bosib qo'yinglar. Domimizda ikkita lift bo'lar ekan. Gap yo'q. Bittasi gruzovoy, bittasi odam tashiydigan lift bo'lar ekan. Xo'p, bu yoq tarafimizda mana dvor bor, hurmatli obunachilar. Shundoq Duboviyda, suvni bo'yida joylashgan novostroykalar. Yana afzalligi mana bu naqalar bor-ku. To'g'ridan shunga hamma qiladi. Mana bu narsani yuzga qiladi-yu. Bizaniki betonli ishga turibdi. Mana qaranglar. Yaxshi kelaman. Suv sovuq uchun betonli uylar, to'ppa-to'g'ri mana ko'ryapsizlar. Isitib qo'yishibdi, batareya qaynoq qilib oladi. Qishin yozin uylar issiqqina, yozda muzdekkina bo'ladi, salqin bo'ladi. Xo'p, ikkita lift bo'lyaptimi dodi? Ha, bitta gruzovoy, bitta pasajerskiy. Mashalloh. Zo'r. Endi bitta xonadoninglar ham tayyor bundoq ko'rsatishga. Ikkiga chiqamiz. Hurmatli obunachilar, tayyor planlarini ham ko'ringlar, planirovkasini. Mana nerjavika. Zanglamaydigan joylardan qilishibdi uni ham. Hop, biz ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatdan anaqa chiroyli bo'lar ekanda, mashalloh. Hop, bu yoq bizda lift bo'lyapti, xudo xolisi bilsin. Bu necha xonali aka? Bir xonali. Mana bir xonalikni planini ko'ringlar. Bir xonalikda bizda o'zini balkoni ham bo'lar ekan. Zo'r balkoni ham bo'lar ekan. Bemalol dvorga qaraysizlar. Bir xonali uyni olib qo'ysangiz aka. Qaranglar. Bir xonali uylarni bemalol sizlar 400-500 dollarga arendaga topshirsanglar bo'ladi. Mana bu spalnisi, как рабочее место. Mana shu sekin chiki baba quradigan joy. Va bu yoqda mana sanuzuli bor. Bir xonali uylar har doim tez sotiladi, har doim soq qolib keladi. Oka, siz ham video oling. Xo'p, bu yog'i necha xona bor? Chep. Bu yog'i 2 xona bor, eshiklar. Ha. Obunachilar mana eshiklariga ahamiyat beringlar. Yaxshi eshiklar o'rnatilgan ekan. Xo'p, bunisi bizda 2 xonali bo'lyapti. Bu necha kvadrat dodi? Xo'p, 52 kvadratgacha bo'layotgan ekan 2 xonali uylar. Buni ham o'zini balkoni bor. Har bitta xonadonlarimizning o'zini balkoni bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. Hayitda hamma mana shu uysizligi, chiroyli uylar keyingi hayitgacha bu yil nasibsin. Okalar, yaxshi niyat, yarim mol. Bu yoq tarafi bizda sanuzili bo'lyapti. Qaranglar, 2 xonali uy sanuzili ham juda ham keng ekan. Bu yoq tarafga o'tsa bizda voy razdelka ekan u. Bu yoqda как spalniy qilib qo'yasizlar. Gap yo'q. Bu 2 xonaliga voy zo'r ekan, razdelniy bo'layotgan ekan. Oshxonasi ham alohida, spalnisi ham alohida, zali ham alohida, 2 xonali ham plani zo'r bo'layotgan ekan. Buni ko'rdik. Endi 3 xona ko'rsating. Mana bular bor-ku. Ham kuchni ham stolovida bu. Как studiya-da. Kuchni stolovida. Ha.
Mana shu kuxnaning joylar, mana bu bemalol ovqatlarni yeb, рабочий место, boyagi joyimizni mehmonxona qilmasanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar xonalarni bizda shab перепланировка qilib olasizlar. Gap yo'q. Wi-Fi, elektrichka hammasi bo'layotgan ekan. 3 xona bormi dedi? Bu ham 2 xona ekan. Hop, bu yerda sanuzil bo'lyapti. Bu yerda bitta xona bo'lyapti. Mana yorug', ko'rasizlar, patologlari ham baland. Yorug', chiroyli bo'lyapti. Gap yo'q. Bu yer mana shu ham bitta kirib chiqaylik. Mana bu yerda как oshxona, nariyoq hol bo'lyapti va bu yerda bizani balkonimiz bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar metroni labida. Mana metro ham o'tib turibdi, qaranglar. Alloh degan odam-manda yoki hamma narsa chiroyli ko'rinib turibdi, bor, mashalloh. Vatanimizning ko'z tegmasin, mana shunday qurilishlar, bamboviy qurilishlar bo'lsin akalar. Kundan kunga rivojlanyapmiz. Vatanni sevmoq nima edi dedim, iymondandir. Qani ketdi. Hozir negativlar bor, ko'tachiydi, aka. Boshlaydi hozir. Pulingni olgandan keyin gapirasan deb. Mehnat qilamiz, og'ayni. Destiva qilamiz. Hammami bizda nima bo'lyapti? Bu bizda bir, voy mana 3 xona. To'xta, 3 xonaga qaranglar. Mirobod Avenue'ga o'xshagan plan ekan. Orqaga yur. Operator menga qara. Qaranglar, 3 xonali planni ko'rsataman. To'g'rida bizda bu mehmonxonami, bemalol ishlatib turasizlar va bu yerda sanuzili bo'lyapti mana. Bu 3 xonani sanuzili ham juda ham keng ekan. Xo'p. Bu yerda uni oshxonasi va oshxonadan balkoni yo bu yo'lan chiqib ketish uchun. Endi bu yerdan uni zal anaqasi, yotoqxonasi, mana. Xohlasangiz zal, xohlasangiz yotoqxona. Hurmatli obunachilar, planirovkasini ham yorib yuborishibdi. Sizlar ham shunaqa planirovka qilsanglar bo'ladi. Agar Novostroyga olgan bo'lsangiz, aka, bitta like bosib qo'ying, aka, shuncha ko'rsin. Ma'lumot bering, dedi. Qarang. Aha. Eshiklar Rossiyada, eshiklar, tashqi eshiklar hammasi rossiyskiy eshiklar. eshiklar. Gap yo'q. Marka, betonni markasi, dedi. Markasi 400. 400 markali beton. Assalomu alaykum. Yaxshilarsizlarmi, shef? Samila. Ana. Hop, bular Unitazlar. unitazlar hammasi Turkiyami? Turkiya ekan bu unitazlar. O'zimiznikimi yo Turkiya? Yaxshi. Bular tarketlar qatdiki? Xitoy tarketlari. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, yaxshi sifatli mahsulotlardan ishlatishayotgan ekan. Eng qizig'i, do'da, eshiklar rossiyskiy bildi. Romlarimizni o'zimizning Akfa Engelberg romlar. Aka, bitta savolda, mana shu dvorga mashina kirmaydi. Yo, bu yerda detskiy plashatka bo'ladi. Bu detskiy plashatka bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazmani, bu yoqda polniy detskiy plashatka bo'ladi. Mana betonlar hammasi yo'q bo'lib, bu yoqda bolalar o'ynaydi. Bu yoqqa mashina umuman kirmaydi. Kirmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bitta savolim bor-da. Siz bilasiz, kompaniyani ismini to'liq chiroyli aytib bering. Eman Riverside. Eman Riverside. Hurmatli obunachilar, mana Duboviyda, o'zimizning Duboviyda vodiyli akaxonlarimiz uchun shans. Hozir mana shu yerdan uyoq olsanglar, xudo xolisa 3 yildan keyin meni duo qilasizlar. Meni aytmadi demanglar. Hayit ayominglar muborak bo'lsin. Hayit ayom munosabati bilan 100% to'lov qiladigan odamga 17% chegirma berishayotgan ekan. Mayli, 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali olaman degan odamlarga boshlang'ich to'lovsiz faqat hayit munosabati bilan aksiya qilib yuborishdi. Hurmatli obunachilar, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizdan kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, bu nima bu? Balkonda jaluzi. Balkonni jaluzasi. Bu kachol qo'shib beriladi. Qo'yib beriladi, remontdan chiqiladi. Patkulish remont qilib beriladi. Gap yo'q. Okalar, sog'. Operator, pojarni shitli hisobga olingan, hammasi qo'yib beriladi. Безопасностьni ishim o'rinli. Xonadon uchun sho'rchiklar alohida. Har bir xonadonning cho'tchiklari o'rnatilgan, ko'ryapsizlar. Bir xil xonadonlarga borsanglar, hali gazli cho'tchigi u yoq bu yoq bosh og'riq bo'ladi. Bu uylarda uje hamma narsa o'rnatilgan. Yugurib yurmaysiz aka. Qani kelinglar. Xo'p. Bu yoqdan biz balkondan chiqib keta olinglar. Bu bizning podyezdli yo'limiz, tezli yo'limiz. Bu yoqlarni ko'rdik. Qayerdan chiqib ketyapmiz? Aha. Beton armaturalar to'g'risida ma'lumot bersangiz, shep. Ana aytdim-ku, ustiga qilingan betonlar. Mana betonlar ko'plik qilingan. Kelinglar, mashinani ham bitta ko'rsatib olinglar. Mana betonga ahamiyat beringlar, qanaqa utiplik qilingan. Mana qaranglar. Dubayskiy shokolad, aka. Трехслойный, ko'ryapsizmi?
Uyingiz juda ham issiq bo'ladi va baquvvat bo'ladi. Yozda salqin bo'ladi. Ana mana shu narsa kerak. Texnologiyalari bo'yicha ish qurilyaptimi shunda? Mana ham bir xonali uy olsam, xudo xolisi kelishsak bo'ladi. Xudo xolisi mana shundan bitta mana bundan ham chiroyli vid bo'lar ekan. Operator qaragin. Doda vid bor. Dodan bekorga olib chiqmayaptilar bu yoqqa. Dodan biladilar. Kontent qilib qo'yamiz. Mandaqasiga turib gapirib bering, mandaqasiga. Qara, elitniy qilib olgan, ko'rinmaydigan qilib, takoy bayski qilib olgan. Mana shunday qilib. Okay. Mani otim Doniyor, men yangi uylar baraka saytidan keldim. Okay, qarang. Xudo xolisi bu yil topshiramiz deyapsizlar. Bu dvor bo'ladi, detski, to'g'rimi, detski. Полностью yopiq. O'zining отдельный игровой zona, plashatkasi bo'ladi. Barbekyu, также отдельный workout zonasi bo'ladi. Holi umuman bez mashina. То есть огражденный yopiq bo'ladi. Endi qarang, to'lovlar to'g'risi bir xonali uylarga boshlang'ich to'lov necha pul? Endi bizda rasroshgan to'lov turi 3 xil varianti bor. Standartni bu 30 yoki 50% dan bu olsa bo'ladi 12 oyga. Yoki da rasroshgan varianti bor. Bizda boshlang'ich to'lov 100 million bilan 10 dan 15-etaj oralig'ida xonadon qo'lga kiritsa bo'ladi. Shunda eng katta kvadrat necha kvadrat? Eng katta hozirgi kunda 62 kvadrat metr. Hamma xonadonlar ta'mirlangan bo'ladi. Ta'mirlangan, полностью tayyor remontlar bilan под ключ qilib topshiramiz. Aksiya nechinchi chislogacha bo'ladi aka? Aksiya shu savdosi bo'ladi. Bizda hali anaqa obgorovka qilinmoqda. Gapiravering. Yo'q, hayitgacha bo'ladi. Yoki misol shu oyga oxirigacha cho'zishimiz ham mumkin. Men bu videoni ertaga chiqaraman hayitga, obunachilarimga, как xursandchilik maqsadida, lekin bu uylar men vodiyli okaxonlarimga, vodiyli onaxonlarga zo'r bo'ladi deyman, chunki vodiyliklar Maftum qo'lini rosa yaxshi ko'rsatadi. Bu uyimizni Maftum qo'liga ham juda ham yaqin. Bemalol olsanglar bo'ladi. Yana yo'l yuzida joylashmagan, Shovqin surondan ham uzoqda bo'lishar ekan. Suvni bo'yida ekan, eng zo'ri suvni bo'yida ekan. Aka, menga shunisi yoqdi. Qarang, 3 xonali kvartiraga boshlang'ich to'lov necha pul? Boshlang'ich to'lov hammasi bizda standart bo'ladi. Misol uchun boshlang'ich to'lov yoki boshlang'ich to'lovsiz olsangiz bo'ladi. Ya'ni-da siz misol uchun boshlang'ich to'lov 100 million qilib 1, 2, 3 xona любой xonadon tanlashingiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz ham любой xonadon qo'lga kiritsangiz bo'ladi. 1, 2 yoki 3 xonali xonadon. Mana shu aksiya nechinchiligagacha etmayapsizlar. Anig'i yo'q. Lekin qo'lga kiritsa bo'ladi. 4 kun ichida kelgan odam qo'lga kiritib olsa bo'ladi. Gap yo'q, aka. Hurmatli obunachilar, eshitdinglar. Aynoqqina variant ekan. Kompaniyani oti Eman Riverside turar joy majmuasi. Eman Riverside turar joy majmuasiga bitta like bosib qo'yinglar. Okalar, qaranglar. Ustalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xonadonlarni bombalari qurilayotgan ekan, polniy aylanib chiqdi. Yana bu yoqqa kelamiz, xudo xolisa. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana do'stlar, Begzod ukam bilan bizni Eman Riverside polniy aylanib chiqdi. Hammaga xudo xolisa mana shunaqa chiroyli kunlarda yaxshi xonadonlik bo'lish nasib qilsin. Mana shu Akfir Romli Uchtepa Chilonzorga qarayapmiz, bizga Uchtepa. Gap yo'q, mana Begzod ukam bilan bizni polniy aylanib chiqdi. Agar sizlarga Engelberg Romlari, Akfir Romlari qiziq bo'lsa, unga ham aloqaga chiqsanglar, hammadan birinchi qo'lni aqlida olib beramiz. Okalar, qalay bo'ldi endi Novostroy? Vodiyli okaxonlar mana suvni bo'yida 24/7 shaldirab oqib turadi, oka. Chang to'zon, bosh og'riqdan uzoqda bo'lasiz. Ko'ryapsiz, katta ko'chada joylashmagan chiroyli xonadonlar, hammasi ta'mirda bo'ladi. Begzod, senga yoqdimi ukam? Kelayman, kelib sekin kech payti. Bolalar olib Duboviga chiqib marosini urib-urasiz. Mana shu videoga like bosasiz. Otaman lekin, lekin bor. Aka, assalomu alaykum. Meni otim Doniyor, yangi uylarman. Oka, ismingiz nima? Nasim aka, qarang. Meni necha yildan beri kuzatasiz, aka? 1.5. Maşallah, aka rozi bo'ling. Aka like pay bosib turing. Aka, обязательно. polniy aylanib chiqdi. Xonadonlarni okamni qurgan ekanlar. Okamni qo'llari dard ko'rmasin, mana shunaqa chiroyli bizga endi sharoit qilib berishyapti-ku. Bizning xalqimizga sharoit qilib berishyapti. Hurmatli obunachilar, aka, xonadonlarni endi reklama qilmoqmi obunachilarga? Bo'ldi. Kelishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Holatni yig'ar ekan, kirib chiqishga. Безопасность на высшем уровне. Okey, yopiq territoriya bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Okey, yana kelaman. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Behani yo'q. M39 da yuribmiz hozir, hurmatli obunachilar. Bizning toychog'imizni mashqqa hozir yoniga yangi uylar Vines, imzo, Engelberglarni polni yopishtirib tashlamoqchiman. Elman Riverside ham yopishtirib tashlamoqchiman mana shu mashinaga. Mana shu mashina, короче, yuring, shep. 3 motor, okey, M paket, brat. Bo'ladi kambag'allarga. Glazolari qani buni glazolari? Voy jonim meni. Qani ketdi. Hurmatli obunachilar, ertaning bu yoqqa yana kelamiz, xudo xolisa. Elman Riverside'ga shapaloqlar bo'lsin.
O vaqtda yaxta turibdi, ukam qarang, o'ni yaxta ko'rdingmi? O'ni yaxta turibdi. Xo'lasanglar, mana shuni solasizda ketaverasiz deb duboviy marojniga. Ay! Ketdi ukam.